Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ancha bo'ldi video qilganimiz yo'q. Bugun bir vaqt olib video qilyapmiz. 7-may oyida yig'ilgan kartoshkamiz gullab boshlabdi. Hurmatli tomoshabinlar, mana kartoshkamizning balandligi. Bu yoqda piyoz bor, sabzi, mayda-chuyda hammasi agaret. Biz parnikka kiramiz. Parnikda pomidorlarimiz mana shunday bo'lib yotibdi. Pakali pishgan yo'q. Pomidorlar taqatarim bitta endi qizaryapti. Bu yerda badrin bor. Ma'asini polni pasini tozalab bo'ldim. Shu yerda badrinlarni ertaga pastga tushirib, bunday qilib qo'lsa qilib pastga tushiramiz. Ajibga o'ralgan. Mana pastda balandroqqa jetib qolibdi, yerdan pasaytirishimiz kerak buni. Bu tarafda baqlajon. Tez video qilib o'tkazib ketaverayim. Mana baqlajonning kattaligi. Bundan qilib o'zgarib boshladim. Ikkinchi parnikda bor ayiqqina. Ikkinchi parnikda bolgarskilar bor. Naştip tüyü attı. Bir yakayam şunday. Badrinlerin pasını polunu. Bariklerini yapıp çıktım ziyadısını. Bir yakayam pomidor. Zanglatib olib ketdik. Pomidorning kattaligi. Sen bittasi shu boshlabdi qizarib. Hali baribir 3-4 kundan keyin, 5-6 kun, 4 kunlardan keyin уже boshlaydi birinchi patolog pishib. Havo sovuq. Teplitsaning 24-25 gradus bo'lib turibdi. Shu etib tez pishmayapti pomidorlar. Endi yechiklarda bir video qilib beraylik. Qulupnaylarida ham video qilib chiqaylik. Bir kun bo'ldi terdik polni. Setga qo'yganmiz chimchiqlardan qo'riqlash uchun. Mana shunday bo'layapti. Mana bu chesnok. Mana bu piyoz paka. Hurmatli tomoshabinlar, videomiz 3-4 minut bo'lib qoldi pashta. Hammaga omad. Like'ni bosingizlar, podpishka qilingizlar. Hammaga omad.